Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Hammaga xayrli kun. Biz Toshkent bo'ylab zakazlarimizni o'lchash ishlarini davom ettirmoqdamiz. Navbatdagi obyektimiz Toshkent Qibrayda joylashgan. Shu joyga biz chiroyli egalarining talablariga binoan oxirgi dizayndagi klassika darvozamizni qo'yib bermoqchimiz. Hozir u kishini kelishlarini kutib turibmiz. Tayyor qilib mana atkoslarni chiroyli qilib qo'yishibdi. İşlerini Xudo xolasa ideal darajada bitirib topshiramiz. Toshkentda yana ikkita lokatsiyam qoldi. Bu 4-sini o'lchasak, hop shu 6 ta ishimiz reja qilganmiz. Mabodo xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, temir bo'yicha hamma ishni bitirib beramiz. Hozir bu mahallada ham darvoza qo'yiladigan joylar juda ham ko'p ekan. Hozir ko'rib keldim. Bu tomondan razvorat qildim. 5 ta 4 ta xonadonda darvoza yo'q ekan. Biz bu joyni bitirib, ishlarimizni chiroyli isbotlab qo'ysak, ular ham aloqaga chiqishadi, Xudo xolasa, cheres hamma ishini chiroyli qilib bitirib beramiz. Darvoza navesi shotka bo'yicha O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastlabki ustanovkalar bepul holatda xizmat ko'rsatamiz. Bemalol kirib ishlarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, ishlarni bitirib beramiz.